Dam olish kunlarida farzandlaringiz bilan qayergadir borishni istayapsizmi? Unda sizlarga juda ham chiroyli joy tavsiya qila olaman. Toshkent shahrida joylashgan, unchalik uzoqlikda bo'lmagan O'zbekiston bog'iga tashrif buyurdik farzandlarimiz bilan birgalikda albatta, chunki ular varray uchiramiz edi. Kelishgan edi. Qaranglar, atmosferani qanaqa chiroyli qilib qo'yishgan, tabiatni, bahoriy kayfiyat turasizlar. Hammasi mana shu piknik zonadan boshlanadi. Qaranglar, piknik zonani, ovqatlarni, xohlagan narsalarni olib borsanglar bo'ladi. Bolalar uchun maxsus o'yingohlar, hamma narsa tashkil qilingan. Farzandinglarni bo'sh vaqtini dam olish kunlari ota-onalar bilan o'tkazish uchun mo'ljallangan joy deb hisobladim. Menga juda ham yoqdi. Varraylarni uchirish uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Undan tashqari piknik qilishinglar uchun qozon, o'choq, hamma narsani arendaga berishar ekan. Mana qaranglar, odamlar o'zlari uchun o'zlari dam olishni bilishadi, maza qilib dam olishyapti. Biz ham Jasmina bilan Jahongir, Ulug'bek maza qilib varray uchirish. Undan tashqari bog'ga aylanib kelish maqsadida farzandlarim bilan yo'lga chiqdik. Qaranglar, hamma narsalar bor, o'ziga yarasha detskiy plashatkalar, o'yingohlar, hammasi o'zlari maza qilib o'ynash uchun sharoitlar yaratib qo'yilgan. Tabiatni aytmaysizlarmi, qanaqa go'zalligini qaranglar, hamma joyiga qarab bahri dilinglar ochiladi, suvlar otilgan, o'sha odamlar hammasi bahoriy kayfiyatda, shunaqa chiroyli gullar, chiroyli gullar, qaranglar, hidlariga gap bo'lish mumkin emas, butun bog'i egallagan. Undan tashqari gullarni olib, bahri dilimiz ochilib, qizim bilan birgalikda tabiatni tomosha qildik. Sizlar ham farzandlaringizga vaqt ajratib qayerdadir piknik qilishni xohlayapsizmi? Unda sizlarga ham tavsiya beraman. Albatta kelib ko'ringlar, qanaqa chiroyli tabiatda o'tirib, maza qilib farzandlaringiz bilan dam olib ketasiz.